Qadrli obunachilar, Cobalt istab yurgan akalarga mana oppoq rangdagi Cobalt topib qo'ydik. Metan gazlari bor. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Akkumulyatorlar hamma yo'q joy-joyida ekan. Aka motorda ishi yo'qmi? Motor hadovoy korobkalar joyida. To'rva balon yangi, xudo xolasa. 4 tala balon yangi. Ichki holatlari mana ko'rsatib o'tamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. E'tibor beramiz. Moshamiz prosto ekan, birinchi pozitsiya ekan. Mana barlarimiz bor, chexollar bor, foligi bor. 236 ming kilometr yurgan ekan. 236 ming yurganmi? Halolmi? Halol. Kraskasi qanaqa aka bu? Bu Krilada bor. Krilada ozgina kraska bor, nari betda. O'shaning mash tarafida ozgina kraskasi bor ekan, qolgan joyi top-toza deb aytishadi. 4 ta yumshoq baloni bor, mashinamiz yaxshi holat. Kapot ichida ham bor-ku. Kapotda ham ozgina bor. Bu mashinlarda ozgina kraskasi bor ekan mana. Endi aybini sotish kerak bon sotgandan keyin. Puli qanaqa aka buni endi? Buni 7 mingdan ozgina tushiradi. 7 ming dollar ozgina kami bor, xudo xolasa. Biz obunachilarga, xalqimizga minarmanlarga qancha qilib berasiz? Arzonroq qilib berasizmi? Qancha qildi bozor o'zi? 66 qilyapti. 66, ozgina qo'shilsa berasiz, xudo xolasa. Nomeringizni aytib bersa, telefon 33lik 33lik 275 275 55 45. 55 45 raqamlarga aloqa chiqib, mana shu Cobalt'ni yana bitta nomer aytib qo'ying. 33lik 580 580 50 30. 50-30 raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol mana shu Cobalt tarixsizlar bo'ladi. Mana arzon Cobalt istab yurgan akalarga jo'natib beramiz. 2015 motor hadovoy korobkasida ish yo'q. Birinchi pozitsiya, 4 ta yumshoq baloni bor, metan gazlari bor. Ko'rinish holatlari zo'r, yaxshi xudo xolasa. Arzon Cobalt ko'rsat degan akalarimiz ham mana aka. Metan gazlar bor mana. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Cobalt olaman degan akalarga shuni jo'natib qo'yamiz. Jigar mana sizga tayyor Cobalt.